Odamlar nima deydi deb emas. Aksincha, ular sizni xafa qilmaslik uchun harakat qilishini xohlaysizmi? Unda eshiting, siz hech kimni hech qachon o'zgartira olmaysiz. Miyangiz buni qila olaman deb o'ylashingizga undaydi, ammo buni iloji yo'q. Psixologlar buni fundamental hissa xatosi deb ataydi. Biz boshqalarga ta'sir o'tkazadigan kuchimizni yuqori baholab yuboramiz. Haqiqat shundaki, odamlar faqat o'zlari xohlagandagina o'zgaradi. Ularning harakatlari sizning qanchalik muhimligingizni ko'rsatadi. Kimdir sizni umuman mensimasa, uni boricha qabul qiling. Uning e'tibori uchun yalinmang va uni o'zgartirishga harakat ham qilmang. Undan ko'ra o'z yo'lingizdan keting. Sizni qadrlaydiganlar oldida bo'ling. Shunda hayotingiz tubdan o'zgaradi. Bilimli loyihasiga qo'shiling va kuchli bo'ling. 5 kun ichida atigi 297 ming so'm evaziga dublyaj aktyorlarnikidek ta'sirli va chiroyli ovozga ega bo'lishni istasangiz, izohlarda ovoz so'zini yozib qoldiring. Men sizga 5 kunlik mini kursga ro'yxatdan o'tish uchun havola yuboraman.